Assalomu alaykum avtomobil ishqibozlar akalar. Bugun 14-may biz Qo'qon mashina bozoridamiz. Sizlardan katta iltimos, like bilan podpiskani bosib tursalaring, chotki videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda Damaslar boshlariga akalar syomkani qonuniy naborot qilingan, tuning qilingan Damas kimga kerak bo'lsa mana ko'ringlar. 2024-yil ishlab chiqarilgan 10,000 probeyda mashinamizda to'rtta yumshoq bo'lgan, sakal diskalar qo'yilgan. Chiqadigan joylargacha bor, chexol, polik ko'riklari bo'lgan. Kandaylarigacha bu bilan richaylari, kakpolujlar hammasi zo'r holatda turibdi akalar mana. Bu oddiy nimalarni ham akalar mana oddiysidan qo'ymaganda, yaxshisidan qo'ygan. Sababi qimmatroq mashina. Richaylar, barlar, monitorlar, tevaga holatlari mana chotka qilib, chiroyli qilib qo'ygan. Qoplamalari ham tayyor bo'lgan mana. Qoplamalari ko'rasizlar mana, chotka bo'lgan qoplamalari ham. Shumkalari bo'lgan. Olaslar, minaslar xolos. Mana holatlar. Reytovka petnolari yo'q aka. Reytovka petnolari yo'q. Holat yaxshi mashina ekan. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, ishqibozlar oladi deydi buni akalar. Kimdir qimmat deyish mumkin, kimdir arzon deyish mumkin. Arzon nima deydi? Yani ishqiboz bo'lsa akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana mashina holatlari. Ko'rib baho berishlari mumkin. Yaxshi holatda. Nasiyaga $8,600 ga berilmadi, naqqa $8,000 ga berilmadi. Kimda hisobi chiqsa aloqaga chiqaringlar. Hojaga telefon nomer qoldiraylik-da. 91lik 686 0530 raqamlariga aloqaga chiqaringlar. Qolgan batafsil ma'lumotni akani o'zidan olaverasizlar. Aka nasiya ham qilaveramizmi? 4,000 pul bor ekan. Faqat naqd pulga sotiladi, shatrga. Gap yo'q akalar. Barter bor. Qaysi mashinaga? Xohlagan mashina bo'lsa, yangiroq bo'lsa aka, kelishaveramiz. Bo'ldi. 2025-yil ishlab chiqarilgan Damas'imiz 2000 probeyda, zavodskiy bo'lindi, hech bolasi yo'q. Bu mashinamiz ozgina meta kapalagida kraskasi bor mana shu yerda. Qolganjilar toza aka, bitta ham yo'q, bitta ham yo'q. Bitta ham yo'q, eshitda ham yo'q. 2000 probeyda halol yurgan, holatlari yaxshi. Mash kraskasi boriga 2025 da akamiz oxirgi realniy narxi so'rab telefon qo'yatmanglar 6800 ga beradi. Aka, $6,800 bo'lsa 2025 mashina akalar sotiladi. Mana holatni ko'rib baho berishlari mumkin. Yap-yangi. Endi bir qarash o'sha kapalagida bor ekanda mashinani. Mana danklat kurishlari. Mana holatlari. Kimga shunaqa Damas kerak bo'lsa, aloqaga chiqaringlar, kelishtirib berishadi. Aka 1 minutga qarab oringda menga. Aka qarang. Buni nasiyaga beraveramizmi? Faqat naqd pulga 6800 ga beramiz. Telefon nomer 94lik 398 6607. Shu raqamlarga aloqaga chiqinglar akalar, kelishtirib berishadi. Akalar 2016-yil ishlab chiqarilgan 192,000 probeyda bir 20% detalda kraskasi bor. To'rtta yumshoq bilan qo'yilgan mashinaga chexol poliklari bor, barlarigacha bor akalar. Arzonroq variantlardan $4,600 dan tushib beradi narxini. Barlar bor ekan, xo'sh. Aka mustovoz bormi? Yo'q, motorchi. Motorlar yaxshi? Kraskasi qaytida? Kapalayda. Bo'ldi. Aka bozorni nech pul ko'rdi? Hali narx ko'rishga yo'q. Mana ko'ringlar. Mitlar radnoy ekan aka. So'kala joyda ekan. Tomonni. Nereye tarafda bor ekan xonasi? Narigi tomon. Nereye tarafda bor ekan? Turab yaxshi ekan. Aka nasiyaga ham chiqamiz sizda? Yo'q. Faqat naqd pulga 4,600 dan tushib berasiz, 4,000 ga berasizmi? Yo'q, 4,000 ga qo'shiladi. 4,000 ga qo'shilsa beriladi aka. Bo'ldi, gap. Telefon nomer 95lik 095 64 64. Shu raqamlarga aloqaga chiqinglar, akaga kelishtirib berishadi akalar. Akalar 2020-yil ishlab chiqarilgan kraskalar top-toza, to'rtta yumshoq bilan qo'yilgan, chexol poliklari tayyor mashina. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, akaga aloqaga chiqinglar. Yurgan probeyga qanaqa aka? 177,000 probeyda. Halol yurgan, Moskarovka motor joyida, metani bor. Aka narxi nech pul? 5,5 dan shu beraman. 5,5 dan? Yurgani qanchalik emas? 177. 177 ming. 5,5 dan shu berasiz. Malades. 5 ga berasizmi? 5 ga bermayman. Naqd pulga 5 ga bermaysizmi aka? Shitirga. Bermayman. Bermadingiz. Qo'shilsa beriladi. Beriladi. Akalar,
Buni mashinani narxi 5000 ga beraman, bitta qo'shilsa beraman degan sababi, agar shu holatda 2020 ni akalar oqa bo'lganda akalar bunaqa narxlar yo'q edi. O'shaning uchun 51 ga berasizmi? 51 ga telefon qilishaversin, ha? Mana mashinamizda to'rtta yumshoq bilan qo'yilgan, unni hiskalar bilan mana chexol poliklari, dankaratlari, kulishlarigacha bor ekan mana. 177 ming provaydani. Holatlari yaxshi holatda ekan. Lekin kalla qo'yibdi cho'tka qilib. Aka, reytovka petno? Qaytida? Reytovkasi bor ekan, yaxshi ham so'raganmiz. Ha, bo'ldi, ko'rdim aka. Aka, pollar nima dedi pollar? Pollar o'ta shumka. Shumka bo'lgan. Yana qaysi bor akasida? Yana qaysi bor? Necha yili? 2022 yil ishlab chiqarilgan 4 ta yumshoq bilan yangi yurgan probegi 126 ming 2022. Kraska tozami? Toza. Qancha bu? Buni 6,5 dan tushib beraman. Qanchadan tushib berasiz? 6300 dan tushib beraman sizga. 6300 dollardan tushib berasiz. Necha pulga berasiz? Beraman. 5600 ga berasizmi shuni obunachilar nomidan? 5600. 59 ga berganman. 5900 ga beriladi. Bu 22 da bu. Malades. Qanchaga berasiz to'xtash? Oltin tepasiga beraman. Bo'ldi. Akalar, xohish o'zlaringda tanlash imkoniyati bo'lganda, lekin men buni olasdim. Sababi narx arzon ekan. Haqiqatan arzon etyapsiz mashinani. Agar oqib bo'lganda bu mashina 5,5 gacha javobga ketadi. 5400 gacha ketadi. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa, telefon qilinglar, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, buni nasiya savdosi bormi uni ekoyga? 1 oyga bor, ha? Ana akalar, 1 oyga nasiya savdoga beriladi. 2022 top toza kraskalar. Chexol poliklari bor, 126 ming. Aka, halol yurgan ha bu. Mostagram ham ovozi yo'q. Mana akalar, patolog holatlari. Buni reytovkasi bormi? Reytovkasi yo'q. Ammo mana yomon panaqa ekan, puliga arziydi ekan ammo. Bekarga akalar qimmat aytilmaydi-da, shu mashina cho'tkiligi uchun narxi boshqacha aytiladi. 22 kishi qo'zg'algan. Aka, buni necha pulga berasiz oxiri? 6000 ga ko'rsatib beraman. Nasiyasi ichida? Ichida 6000 ga qilib berasiz, 6000 dollarga berasiz, nasiyasi ichida. Gap yo'q akalar. Nasiyasi ichida emasmi? Ya endi 1 oyga, 1 oy nasiyaga kirmaydi-ku. 15 ga ajnasiga qilib berasiz. 59 naqd pulga bermayman mashina pushlayman. Hop, 6 ga 15 ga ajnasiga berasiz. Ikkalasiga bitta nomer. 93lik Aha. 974 73 78. Akaga aloqaga chiqinglar. Kelishtirib berasiz aka. Ikkalasini ham tez kort bilan chiqsa chiqib kelishtirib berasiz aka. Gap yo'q. 2020 yil ishlab chiqarilgan kraskalar top toza 122 ming probeyda. Mashinamizda to'rtta yumshoq bo'lim bor. Uni hiskalar bilan mana ko'ringlar akalar. Uni ko'ringlar akalar. Aka, kraska toza. Toza. Polik chig'illar bo'lgan. 122 ming halol yurgan aka. Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Reytovka petno. Akalar, choklarini qaranglar akalar. Toza turibdi mana. Qayerda qirilgan joyi? Qirilgan joyi qayerda aka? Reytovkami aka bu? Aka, pollari nima deydi pollari? Uni qaranglar akalar, ey. Bunda ortig'i bormi mana? Ha, tomonda ko'ring. Qaytida aka? Ha, metta ozgina chizilib qolgan, lekin kraskasi toza. Sezilmaydi-da. Ha, bo'ldi. Ko'rsat. Mana akalar. Chexollari ham zo'ridan qo'yilgan ekan. Aka, buni endi video registratori bor ekan. Zadin kamera. Siz bloger bo'lishingiz kerak ekan buni. Yodlab olibsiz-ku. Aka, qarang. Mana narxi necha pulni to'xtash aka? Necha pul qilib beray? Kanaliz a'zolariga. Endi 5 ming bermasmi aytganga? Insof bilan so'rang. Bozor durustmi? Bilaman. Necha pul 5 ham past bilan? 5800 dan ozroq o'tib beraman. Ozroq berasiz. Nasiya savdochi 1-2 oyga. 1-2 oyga. 1-2 oyga endi dehqon mana bug'doy sezon boshlandi aka. Ha, bug'doy sezon ham bor desa 1-2 oyga nasiyaga beraverasiz aka. Gap yo'q akalar. Aloqaga chiqinglar. Telefon nomeri 33 Aha. 291 70 70. akalar, shu raqamga aloqaga chiqinglar. Akamiz onini qarang aka. Bizning kanaldan kelsalang tez korti bo'lsa ustiga tint ham qo'shib berasiz. 1-2 oy nasiya ham qilib beradi akalar. Bug'doyni o'rib, bug'doyni sotgandan keyin pulni beraverasizlar. Puliga kelishsak bo'ldi. Ya'ni mana shu shalg'ira sezon boshlandi. Biz obunachilardan aka pul ko'payib ketdi hozir. Naqd pulga olishaveradi. Hafta pul ko'paysa biz Ehtimolga qarshi 1-2 oy nasiya qilib qo'yapmiz aka. bo'laveradi. Gap yo'q aka. Akalar, 2007-yil ishlab chiqarilgan holatlari yaxshisidan unni hiska bo'lolari bor. Arqa kapotda kraskasi bor. Moskarabka motor.
yaxshimi? Most ovozi bor, a? Metanni surovga qanaqa tog'a? Akalar, kapalak radnoy holatda turibdi. Stoykalar radnoy holatda turibdi. Qolagan ustalarga borib ko'rsatib olishlari mumkin ana. Chixol poliylari bo'lgan. Metanni surovga bor, a? Narxi nech pul qilishdi bozor? 3,5 baho aytyapsiz. 2,5 ga bermaysa baribir obunachilarga. 2,5 ga. Nech pulga berasiz? Oxirgi real narxi. Ayting, hoji bor. Oxirgi narxini aytingchi bitta obunachilar. Kelishamiz endi. Yo'zi. Mayli, akalar $3,500 kami bor. Holatlari yaxshi, suyagi butun holatda, kapalaklar radnoy. Firibgarlik qurboni bo'lmanglar deyapti sherik. Bir marta bo'lgan shekilda. Akalar, kapalak radnoy holatda ekan. Stoykalar radnoy ekan. Kraskasi qayerda buni tog'a? Buni hamma deydi radnoy ekan, a? Birata almashmagan ekan. Ko'rib chiqdim. Kapotda bor. Kapot almashmaganmi? Almashgan kapot. Almashgan. Cho'k nimaga almash kerak? Zavodga turibdi bu. O'sha radnoy egallashgan ekanda. Akalar, ikkala kapalak, yondoqlar, pon radnoy holatda ekan. Bitta qiziqinglar, pulinglaringga arziydi. Narxini kelishib olasan, telefon nomer. 91lik 667 73 22. Hojibo bu generalli bo'ladi. Xolaganda dokument chiqadi. Gap yo'q, aloqaga chiqing akalar. 2020-yil ishlab chiqarilgan 162 ming probayda kraskasi top-toza deyishyapti. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan. Balon holati o'rtacha holatda turibdi. Poliglari, rezinkalari bo'lgan 162 ming probayda. Bu mashinaning holati yaxshi ekan. Aka, narxi necha pul endi? Narxini yangilik qilaylik aka. 5,5 ming kami bor. Tozami kraska? Toza kraska. Toza. Tarqamash ko'rsatsak bo'ladimi? Ochiq. Ozgina ko'rsatarsangiz bo'ladi, ozgina ko'rsatarsangiz bo'ladi. Qani olish kerak-ku? Ana akalar, zapaskalari bor ekan. Qoldi holatlari ham aka, juda go'zal, ha. Bu faqat оформление ham yo general chiqam aka? Bo'l, bek turing aka. Orqada zapaska. Zakilarni bersa tushadi. Holati yaxshi, 2020 162 ming yurgan. Narxi ham yaxshi. Aka, naqqa nech pulga berasiz shtirga? Shtirga 53 ga beraman. 5 ga bermaysiz. Yo'q. 52, 53 ga yuradi. Yuradi. Telefon nomerini yozing. Telefon nomer 91lik 144 02lik. Akalar, shu mashinaga bitta qiziqinglar, narxini qaranglar. Mansa o'tib berilaveradi. Bo'ldi aka. Akalar, narxini qaranglar akalar. 2020 ni 52 ga beraman deyapti mana. Malades, top-toza ekan kraskasi. Kapralari noy, chizilgan joylari yo'q. Holati yaxshi turibdi. O'sha nomerga aloqaga chiqishaversin aka. Shu nomerga aloqaga chiqishaversin. Gap yo'q akalar, gazini bosinglar. Mana akalar 2020-yil Damasimiz 21 ming yurgan. Aka o'tolabmiz. Mana aka 21 ming yurgan. Kraskasi top-toza, uni ustiga balonda akalar chexol polik. Ichlar o'ratilgan, patalolargacha yuvib ishlatiladigan ekan akalar. Cho'rilargacha bor. Mana aka paroylari zangilashmagan. Akalar orqasi to'chalari yorilmagan ekan akalar. Salon holatlari o'ta tiniq holatda. Motor korobka moslari zo'r ekan akalar. Aka ko'rasizlar. Puli qancha edi buni aka? Puli qancha edi buni? 6,5 ming kami bor. 6,5 ming kami bor ekan. O'tib berasiz aka? O'tib berasiz? Beramiz. Moskaraga motorlar yaxshi. Mana kimlardir Nomeringizni aytib olasiz aka? 94lik 139 57 55. Aloqaga chiqib olasizlar aka. Akalar, 2019-yil ishlab chiqarilgan arqa detalda kraskasi bor. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan. 120 ming halol yurgan, ha. Bozor nech pul ko'rdi aka? Bozor 4600 so'rayshi. $4,600 so'rayapti. So'rayapti. Qo'shilsa berasiz. Qo'shilsa beramiz. Moz karabka motor nima deydi? Rasxoti yo'q deyapti. Rasxoti yo'q. Nasiya savdo bormi aka? Rasxoti yo'q, maqsudi. Naqsida bor. Jichibchi yetmaydi. Biror oyga berib turasiz. Biror oyga yetmaydi. Akalar, qiziqinglar. Bu nomer general bo'ladimi yo faqat Generalni chiqadi, gendan keyin vakolati bor. gendan keyin vakolati bor, ha? Kraskasini bitta ko'rsating-da aka. Kraskasini bitta ko'rsating. Choplari yaxshi holatda. Qoplamalar. Aka, qaytida kraskasi bor.
Kraska mana shu yerda bor. Detal o'ziniki, almashmagan mana. Bu qirilgan. Agar mana shu yerdan boshqa joyda chiqsa o'tib berasiz. Ha, 4600 ga qo'shilsa beriladi. Yurgan probeg halolmi? Halol aka. 120 ming yurgan aka. 120 ming. Generalni chiqarib berasiz shu nomerda. Generalni chiqarib Gap yo'q berasiz. akalar. Birovga nasihat sodir 46 ga qo'shilsa beriladi. Ha, qo'shilsa ber. 46 beraverasizmi? Yo'q, yo'q, unga bermayman. 2019 deyapsiz-a? 2019 yili. 2019. Telefon nomer. Telefon nomeri hozir aytib beramiz. Hozir telefonimizni yopib qo'ying. Akalar qiziqinglar, narxini arzon etishyapti lekin 4600 qaranglar, 120 ming yurgan, bitta detalda kraskasi bor ekan xolos. Mana mashina aytib berasiz. Qaysi? 94lik 94lik 336 93 98 raqamlariga aloqaga chiqinglar, kelishtirib beradi akalar narxini. 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskasi top toza 50 ming probeyda. Mashinada 4 ta yumshoq bo'lim bor ekan. Osh kalpaklar qo'yilgan. Reytovka, petno degan narsalar yo'qmi akaxon? Oho. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Akalar, obunachilarga nima deb qo'ysalar endi akaxonlar? 2023-yil. Akaxon emas, nima hurmatli nimalar, muxlislar. Akaxon deymizda, uying bug'doyga to'lgan. Ishlari o'ralgan, Tayyor. shax balonlari bor, holati tiniq, kraskalari yo'q. Bozor narx sotasiz. Bozor narx sotaman. Qanchadan tushib berasiz? 68 jiddiy o'tiriyor. 68 dan tushib berasiz. Jiddiy o'tiriyor. Gap yo'q ana akalar. Yumshoq balonlari bor. 2023 da 7000 atrof sotilyapti, 20 turlar. Xuddi shunaqasi. Ana akalar. Akamizga jiddiy qosa bo'ldi. Gap yo'q. Aka sizda barterlar, nasiya soda nima bor? Ha? Nasiya soda barterlar nima bor? Nasiya sodaga 71 qildi. 1 oy, 1,5 oyda beramiz deb bermadim. Ammo kelishamiz, juda uzoq muddat. Bu dokument qana bo'ladi? Dokument generalni 1 yilga qilib berishim mumkin. 1 yilga. 90lik 306 35 32. Shu nomerga aloqaga chiqishsin. Shu nomerga Akalar mana ko'ryapsizlar. Mashinani to'rtta yumshoq baloni bor. Mana kalpaklar qo'yilgan. Sakadiska o'xshagan kalpaklar. Harochi yumshoq balon, super salon. O ana. Ichlari o'ralgan, bozorda Zatillar ham zo'r. Bu olma ichida ketadimi? Ha? Olma ichida. Olma ketadi. olma padar. Telefonchi. Narx sanaganga olma. Ey akangni gaz telefonda olib qo'yapti. Akalar 2000 S20 ekan bu. Narx Bo'ldi, sanaganga gap olma shuni berib yuboriladi. Olma ketaveradi. Behisob oladi. Telefon ketganda yaxshi bo'lasiz mayli. Olma. Ey akangni ko'nda och qolamiz. Kelasi ham bo'lgan ekanda kapon. Poli tepalar o'ralgan. Akalar mana 6800 dan tushib beradi, 50 ming probeyda. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Akalar, gap yo'q. 2025-yil ishlab chiqarilgan 2400 yurgan akalar ko'ringlar, balonlari qo'yilgan, tayyor mashina propanda, metanga ruxsatlari bor. Metan qo'ysalang bo'ldi akalar. Dokumentda muammo yo'q. Chixol polilari bo'lgan ekan. Poli bo'lmagan ekan. Poli bo'lgan, chixol bo'lmagan ekan. Holatlari yaxshi, balonning holatlarini ko'ringlar akalar. Propanda. Lekin endi nima sotsam aybini sotadi, mana shu yerda ozgina bor ekan, mana shu yerda. Mana bu yerda ozgina bor. Qolgan joyi top toza. Narxi ham o'shanga qarab akalar. 7500 dollardan o'tib beramiz aka. 2025 akalar propani bordi. 7500 dollardan o'tib beriladi. Naqd pulga sotiladi. Ishqibozlar aloqaga chiqinglar akalar, kelishtirib beriladi. Telefon nomer 99lik 695 1177 Aloqaga chiqishlari 91lik mumkin, aha. 25105. Shu nomerlarga aloqaga chiqinglar akalar, kelishtirib beradi. Barter nasiya soda? Bor. Ikkalasi ham bor. Nasiya soda qancha pul bor ekan? Bankda beramiz. Nasiya savdo yo'q, bank. Endi 1-2 oyga qo'yib berasiz. beraveramiz. Gap yo'q akalar. Gazini bosinglar.